Chelak shahri Qoq markazida, Bunyodkor mahallasida, Domni mansard qismida joylashgan 2 xonalik xonadon sotuvga qo'yildi. Bu safargi obzorimiz shu haqida bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Bu yerni lokatsiyasi haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bu yer ertasidagi domlarning yonida joylashgan. Xonadonga kirishimiz bilan juda ham keng bo'lgan, ya'ni 2,5 metrga 5 metrni tashkil qiladigan keng hol kutib oladi bizni. Bu yer boya aytib o'tganimiz kabi 2 xonadan iborat bo'lib, umumiy maydoni esa 73 kvadrat metrni tashkil qiladi. Endi esa sizlar bilan birinchi xonani ko'rib o'tamiz. Xonalarimiz zamonaviy ta'mir qilib qo'yilgan. Bu yerga aboylar yopishtirilgan, o'lchamlari esa 3,5 metrga 6 metrni tashkil qiladi. Endi esa sizlar bilan ikkinchi xonani ko'rib o'tamiz. Ikkinchi xonamizning o'lchamlari esa 3 metrga 6 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ta'mirlar ham juda ham ajoyib qilib, aboylar yopishtirib qo'yilgan. Keyingi ko'radigan xonamiz esa oshxona. Endi esa sizlar bilan sanuzelni ko'rib o'tamiz. Ushbu xonadonimizning narxini 419 million so'm kami bor deb aytib o'tishyapti egalari. Bu yerni boshlang'ich 40% to'lov qilib, qolgan pulini 2 yilga nasiya savdo evaziga xarid qilish imkoniyatingiz ham bor azizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha dom sotib olaman degan tanishlaringizga borib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov.